Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam deb so'z boshlanganda videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang birodarim. Agar siz o'zingizni ul zotni ummatiman deb hisoblasangiz, bu videoni oxirigacha ko'rishga majbursiz. Payg'ambarimiz shunday dedilar: Baxil odam shunday odamki, kimningki huzurida mening ismim zikr qilinsa va u menga salovat aytmasa, o'sha inson baxildir dedi. Keling do'stlar, baxil bo'lib qolmaylik. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deb keting. Mana shu salovatni siz men orqali agar zikr qilgan bo'lsangiz, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Siz orqali ham kimdir mana shu salovatni bir marotaba bo'lsa ham zikr qilishini istasangiz, mana shu videoni kengroq tarqalishiga o'z hissangizni qo'shing. Bugun juma, bugun payg'ambarimizga qancha ko'p salovat aytsak shuncha kam. Chunki bugungi aytilgan barcha salovatlarni payg'ambarimizning o'zlari to'g'ridan to'g'ri eshitadilar. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin.